Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Demak, bugun biz sizlarga qonuniyatlar bo'yicha masalalarni o'rgatamiz. Savolda quyidagi grafiklarning qaysi birida havo harorati T, mana T berilyapti, havo harorati va joyning balandligi Y orasidagi bog'lanish berilgan. Endi biz bilamiz, har 1000 metrda harorat 6 gradusga pasayishini bilamiz. Mana bu yerda balandliklarni sizlarga ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Mana demak 1000 metr, bu yerda 2000 metr, 3000 metr, 4000 metr, 5000 metr. Ya'ni strelkaga qarab tog'lar ko'tarilishiga e'tibor berishimiz kerak. Va T da haroratlar berilgan. Biz bilamizki, haroratlar har 1000 metrda 6 gradusdan pasayadi. Misol uchun 0 gradusda to'g'ri chiziq bilan o'zi birlashib turibdi. 0 gradus bo'lgan paytingiz vaqtida harorat 36 gradus ekan. Endi 1000 metr ko'tarildik. Endi birlashtiramiz. Demak, 1000 metrda harorat demak 6 gradus pasayganligi uchun 30 bo'ladi. Ya'ni 36 dan 6 ni ayirsak 30 gradusni tashkil etadi harorat. Tak, endi biz 2000 metrga chiqamiz. 2000 metrga chiqsak harorat 24 gradusni tashkil etadi balandlikda. Yani 3000 metrga chiqamiz. 3000 metrda balandlikda esa harorat 18 plyusni tashkil etadi. 4000 metrda esa 12 gradusni tashkil etadi. 5000 da esa 6 gradusni tashkil etadi. Va u biz kelib o'tgan nuqtalarni o'zaro tutashtiramiz. Tutashtiradigan bo'lsak, quyidagicha chizma kelib chiqadi aziz ustozlar. Demak, har kuni bizni kuzatib boring. Har kuni mana shu qonuniyatlarga bag'ishlangan video darslar YouTube kanalimizda olib boramiz. Yaqin tanishlaringizga bu qonuniyatlarni tashlab qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, bizni kuzatishda davom eting.